Muhim yillar. Rossiyaning Hindiston bilan munosabatlarga oid rejalari xavfli va adovatli yoki xayoliy va noreal bo'lishidan qat'iy nazar, men ingliz arboblarining eng birinchi vazifasi har qanday g'arazli niyatni yo'qqa chiqarish, o'z mavqeimiz xavfsizligi va chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlash hamda shubhasiz ingliz dahosining eng buyuk yutug'i va imperiya tojining eng ulug'vor mulkini himoya qilishdan iborat deb bilaman. Jorj Kurzon, parlament a'zosi, Rossiya Markaziy Osiyoda, 1889-yil. Katta rus istilosining boshlanishi. Aytishlaricha, podsho Nikolay qayerda bo'lmasin, imperiya bayrog'i ko'tarilsa, u hech qachon tushishi kerak emas deya farmon bergan. Uning o'g'li Aleksandrning ham boshqacha fikrda bo'lishiga asos yo'q edi. Rossiyaning Osiyo bilan chegaradosh yerlarida xizmat qilayotganlar uchun yuqoridagi so'zlarning tub ma'nosi tezda ayon bo'ldi. Avval ikki boshli burgutni o'rnating va keyin ruxsat so'rang. Bu naqlga amal qilganlar kamdan kam hollarda rad etilganini aniqladilar. Sankt-Peterburgning hududini bunday zo'ravonlik bilan tortib olishga ko'z yumishi chegara ofitserlarining yangi tajovuzkor avlodi paydo bo'layotgan vaqtga to'g'ri keldi. Sankt-Peterburgning hududlarini bunday zo'ravonlik bilan tortib olishga ko'z yumishi chegara ofitserlarining yangi tajovuzkor avlodi paydo bo'layotgan vaqtga to'g'ri keldi. O'z mamlakatining Qrim urushida mag'lub bo'lganini ko'rgan rus ofitserlarining deyarli hammasi anglofobga aylangandi. Ular orasida 19-asrning o'rtalarida Osiyodagi ulkan hududlarni Aleksandrning imperiyasiga qo'shishda qatnashishi kerak bo'lganlar ko'p edi. Ana shunday zobitlardan biri zo'r iste'dod sohibi, maqsadlari sari olg'a boradigan graf Nikolay Ignatiev bo'lib, u shohning e'tiboriga tushgan va britaniyaliklar bilan hisob-kitob qilish istagida yonardi. U katta o'yinning yuqori malakali o'yinchilaridan biri ekanini isbotlaydi va tez orada shoh bundan achchiq saboq chiqaradi. Hindistondagi qo'zg'olon paytida Londonda harbiy attashe sifatida xizmat qilayotgan Ignatiev Sankt-Peterburgdagi boshliqlarini Britaniya zaiflashib qolganidan foydalanib, uning Osiyodagi va boshqa hududlarga qarshi yurish boshlashga qayta undagandi. Garchi u inglizlarga qarshiligini yashirishga uringan va London jamoatchiligi orasida juda katta shuhrat qozongan bo'lsa-da, tashqi ishlar vazirligini batamom chalg'ita olmadi. Londonlik xarita sotuvchisi rasmiylarga bu odam Britaniya portlari va temir yo'llarining barcha mavjud xaritalarini kishi bilmas sotib olganini xabar qilganidan keyin vazirlik o'zining maxfiy hisobotida uni aqlli va ayyor odam deb tasvirlab, diqqat bilan kuzatdi. 1858-yili 26 yoshda bo'lishiga qaramay, allaqachon yuqori lavozimga tayyor Nikolayni podsho Aleksandr Markaziy Osiyodagi maxfiy missiyani boshqarishga tanlab oldi. U inglizlarning siyosiy va tijoriy jihatdan mintaqaning qaysi hududigacha yetib borganini aniqlash hamda Xiva, Buxoroda britaniyaliklar qo'lga kiritib ulgurgan har qanday ta'sirni barbod qilish vazifasi yuklandi. Sirdaryo bo'yidagi rus avanpostlariga ushbu mintaqada ingliz josuslarining faollashgani haqida yetib kelayotgan xabarlar rus shohini tashvishga solayotgandi. Agar bu Markaziy Osiyoning qimmatbaho bozorlari uchun poygaga aylanadigan bo'lsa, Sankt-Peterburg unda g'olib chiqishga qat'iy qaror qildi. Shuning uchun Ignatievga Xiva va Buxoro bilan iloji boricha qulay shart-sharoitlar va rus savdogarlari hamda tovarlari himoyasini kafolatlaydigan doimiy tijoriy aloqalarini o'rnatishga urinib ko'rish topshirildi. Shuningdek, unga iloji boricha ko'proq harbiy, siyosiy va boshqa razvedka ma'lumotlarini to'plash, jumladan xonliklarning urushga bo'lgan harbiy salohiyatiga baho berish buyurildi. Nihoyat u Oksning kema qatnoviga qay darajada yaroqliligi hamda Afg'oniston, Fors davlati va Hindistonning shimoliga olib boradigan yo'nalishlar haqida hamma narsani aniqlashtirishi kerak edi.
1858-yilning yozida 100 kishilik qo'shin, shu bilan birga kazak eskorti va yukchilardan iborat Ignatievning delegatsiyasi Xivaga yetib keldi. Xiva xoni ularni qabul qilishga rozi bo'lgach, ular arganni ham o'z ichiga olgan ajoyib sovg'alar bilan shaharga kirib bordi. Sovg'alarning soni va hajmi quruqlikdan olib o'tish uchun juda katta bo'lib, kemada avval Orol dengizidan, so'ng Oks daryosi orqali olib kelinishi kerak bo'lgandi. Bu yo'nalish esa ularga Oks daryosining quyi qismini o'rganish imkonini berdi. Bu qariyb 30 yil oldin Hind daryosining xaritasini xuddi shu yo'l bilan tuzgan inglizlardan olingan katta o'yin hiylasi edi. Sharqdagi hukmdorga argan sovg'a qilish alohida o'ziga xos narsa emasdi. Chunki 2 asr oldin Britaniyaning Levant kompaniyasi xuddi shunday sovg'ani Turk sultoniga taqdim etgandi. Biroq xon ham osongina aldanmadi. U Ignatievni xushmuomalalik bilan qabul qildi, sovg'alarni oldi, lekin rus kemalarining Oks bo'ylab Buxoro tomonga suzishini qat'iy rad etdi. Shunday bo'lsa-da, Ignatiev xonni o'z bozorlarini rus savdogarlari uchun ochishga ko'ndirdi. Lekin so'nggi lahzada bir fors quli rus kemasidan boshpana so'ragan paytda bu kelishuv barbod bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, u Xivadan Buxoroga qimmatli razvedka ma'lumotlari bilan jo'nadi. Xonning yerlarini Rus imperiyasiga qo'shib olish orqali qisqartirib tashlash bo'yicha tajovuzkorona niyatlarini esa aytmasa ham bo'ladi. o'n 16 yil avval Kanolli va Stoddartning boshini tanasidan judo qilgan zolim va zulmkor Amir Nasrulloh Buxoro taxtida hanuz mustahkam o'tirgan bo'lsa-da, Ignatiev o'zini har holda yaxshiroq his qildi. Keksaygan amirning fe'li yumshamagandi. Salgina vaqt oldin u g'azabini qaynatgan artilleriya qo'mondonini shaxsan o'zi bolta bilan chopib tashlagandi. Ignatiev bilan esa u o'zini biroz yumshoqroq tutishga harakat qildi. Amir o'zining eski raqibi va qo'shnisi Qo'qon xoni bilan yana urush boshlagan, shu sabab ruslarni g'animini qo'llab-quvvatlashga undaydigan biron ish qilib qo'yishdan ehtiyot bo'layotgandi. U Buxoroda qullikda bo'lgan barcha ruslarni ozod qilishga va ikki mamlakat o'rtasidagi tijoratni faol rag'batlantirishga va'da berdi. U hatto agar Xiva xoni rus kemalarining Orol dengizidan Oks daryosiga kirishiga qarshilik qilsa, uning yerlarini o'zaro bo'lib olish taklifini bildirdi. Va nihoyat u hech qanday ingliz elchilarini qabul qilmaslik va qo'shnisi bo'lgan afg'onlarni Oks daryosidan britaniyaliklarni o'tkazmaslikka undash majburiyatini oldi. Ignatiev amirning va'dalari befoyda ekanini va Qo'qon tahdidi ortda qolgach, ulardan birortasiga amal qilish niyati yo'qligini yaxshi bilardi. Shunga qaramay, Xivada bo'lgani kabi, u va odamlari keyinchalik katta ahamiyat kasb etadigan qimmatli ma'lumotlarni to'plashga muvaffaq bo'lishdi. Umuman olganda, bu qiyinchilik va xatarga to'la dadil, mashaqqatli safar bo'ldi. Oldiga qo'ygan maqsadiga erisha olmagan bo'lsa ham, u Rossiyaning o'ziga bo'lgan ishonchini tiklashga yordam berdi. Ignatiev Sankt-Peterburgga qaytib kelgach, shon-shuhrati yanada oshdi va rahbarlari oldida katta hurmat qozondi. U o'ziga berilgan topshiriq bo'yicha taqdim etgan batafsil hisobotida hukumatini Markaziy Osiyo xonliklarini britaniyaliklar egallab olmasidan oldin zudlik bilan imperiyaga qo'shib olishga undadi. Shoh va uning maslahatchilari bu masalani sinchkovlik bilan ko'rib chiqayotgan bir paytda unga yanada qiyin sharqqa 5633 kilometr olisga safar qilish vazifasi topshirildi. Yangi missiya Ignatievga katta mamnuniyat baxsh etishi kerak edi, chunki bu unga nafaqat nufuzini oshirish uchun vaqtincha generallik darajasiga ko'tarilish, balki o'z zakovatini britaniyaliklarga qarshi qo'llash imkonini ham berdi. Aleksandrning uzoq sharqdagi yangi, lekin yaxshi qo'riqlanmaydigan mulklaridan ayrilib qolish qo'rquvi katta xavotirga sabab bo'ldi. Bu hududlarni Sibir garnizonlari o'tgan 3-4 yil davomida xitoyliklardan tortib olib, unga taqdim qilishgandi. Hindistonni zabt etgan britaniyaliklar Xitoyni ham egallab olishlaridan qo'rqqan rus qo'mondonlari
Katta Amur daryosi bo'ylab sharqqa va Tinch okeani sohili bo'ylab janub, hozirgi Vladivostok tomon shafqatsiz yurishlar qilishayotgandi. Taypin qo'zg'olonini bostirish, shu bilan birga fransuz va britaniyaliklarning yerdan voz kechish hamda boshqa imtiyozlar haqidagi talablari bilan andarmon bo'lib qolgan Xitoy imperatorining ularni to'xtatishga qurbi yetmasdi. Shunday qilib, ruslar kam talofat bilan 1,35,995 kvadrat kilometrga yaqin hududni Xitoy imperiyasidan tortib oldi. Endi esa yangi mulklariga inglizlar xavf solayotganini bildilar. Ushbu kitobda tahdid qanday sodir bo'lgani haqida batafsil ma'lumot berish juda mushkul, lekin bu keng ma'noda 1856-yilda Buyuk Britaniya va Xitoy o'rtasida bo'lib o'tgan ikkinchi Afyun urushi yoxud Nayza jangi natijasi bo'ldi. G'alaba qozongan britaniyaliklar Xitoy imperatoriga turli talablar qo'ydi va imperator istamagan holda ularga rozi bo'ldi. Talablar Yevropa davlatlarining Pekinda istiqomat qiladigan diplomatlariga ega bo'lish huquqi, tashqi savdo uchun ko'proq portlar ochish va Britaniyaga katta miqdorda tovon to'lashdan iborat edi. Imperator ularni bajarishdan voz kechishga uringanida Fransiya va Britaniya kuchlari yuborildi hamda ular zarurat tug'ilsa Pekin ustiga yurish haqida buyruq olganini aytishdi. Britaniyaliklarning Manjuriya poytaxtida mustahkam o'rnashib qolish umidi ruslarda uzoq sharqdagi yerlarni yo'qotib qo'yishdan qo'rquv paydo qildi. 1859-yilning bahorida Ignatiev uzoq Pekinga chana va otlarda yo'lga chiqqan paytda uzoq sharqdagi ahvol shunday manzara kasb etardi. Uning zimmasiga yuklangan shoshilinch topshiriq Xitoy imperatorini rasman voz kechishga majburlash orqali ruslarning yangi hududlarini himoya qilish va ularni Rossiya imperiyasining doimiy qismiga aylantirishdan iborat edi. Bu katta o'yinning klassik missiyasi edi va Sankt-Peterburg uni ishonib topshirish uchun boshqa qat'iyatliroq va topqirroq odam topa olmasdi. Xitoydagi yopiq shaharga yetib borgach, Ignatiev zudlik bilan og'ir ahvolda qolgan imperatorga yevropalik dushmanlari o'rtasida vositachilik qilish taklifini bildirdi. Avvaliga imperator bu taklifni rad etdi, chunki betaraf ekani haqidagi da'vosiga qaramay, bu rus vakili fransuz va inglizlar bilan ittifoqchi bo'lishi mumkinligidan qo'rqdi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, Ignatiev ikki yoqlama o'yin olib borgan va buni bilish uzoq kuttirmaydi. Dastlab u bosqinchilarni o'zi kira oladigan poytaxt ichidagi maxfiy ma'lumotlar va xitoyliklarning egallagan joylari aks etgan xaritalar bilan yashirin ta'minlab turdi. Shu bilan birga u bosqinchilarning xitoyliklar bilan kelishuviga yo'l qo'ymaslik, ikki tomon o'rtasidagi nizoni alanga oldirish va yevropaliklarni Pekin ustiga yurishga ko'ndirish uchun bor kuchini ishga soldi. Nihoyat ingliz va fransuz qo'shinlari shahar devorlari oldida paydo bo'lishi bilanoq u yana xitoyliklarga vositachi sifatida o'z xizmatini taklif qildi. Bu paytga kelib, imperator dushmanni bir yoqli qilishni ukasiga qoldirib, o'zi poytaxtdan qochib ketgandi. Imperatorning ukasi allaqachon Pekindan 8 kilometr uzoqlikdagi muhtasham yozgi saroyni yoqib yuborgandi. Shu bois himoyachilar Ignatievning taklifini mamnuniyat bilan qabul qilishdi. Shimoliy Xitoyning shafqatsiz qishiga yuzma-yuz bo'lishidan vahimaga tushgan ingliz va fransuzlar imperator dastlab rozilik bergan talablarni bajargach, bu yerdan jo'nab ketishga tayyor ekanini bildirdi. Ammo Ignatiev bu xabarni xitoyliklarga bildirmaslikka harakat qildi. Buning o'rniga u yevropaliklar qo'shini bu yerda hali ko'p qolishini aytib, xitoyliklarning qo'rquvini yanada kuchaytirdi. Chindan ham Britaniya qo'mondoni Lord Elgin Tashqi ishlar vaziri Lord John Russellga maktubida agar biz ikkinchi Hindistonni qo'lga olishni niyatda bo'lsak, Xitoy imperiyasini egallagan bo'lardik, deb yozdi. Xullas, ingliz va fransuzlar dastlabki talablarida qolib, xitoyliklar bilan alohida shartnomalar tuzishdi, so'ng darhol jo'nab ketishni rejalashdi. Ignatiev xitoyliklarni nafaqat xorij qo'shinlarining ketishini tezlashtirganiga, balki talab qilingan tovon pulini kamaytirishga ko'ndirganiga ham ishontira oldi.
Endi u mag'lubiyatga uchragan xitoyliklar bilan o'z hukumati nomidan shartnoma imzolashga kirishdi. Shartnomaning asosiy mazmuni Rossiyaning Tinch okeanidagi yangi hududlarini rasman ruslarga berishdan iborat edi. Xitoy imperatori uning talablarini qabul qilishga ikkilandi. Ammo Yevropa askarlarining ma'muriy sabablarga ko'ra qisqa vaqtga ushlanib qolganidan foydalangan Ignatiev xitoyliklarni qo'rqitish va rozi bo'lishga majburlash uchun buni o'zi buyurganini da'vo qildi. 1860-yil 6-noyabr kuni xorijlik askarlarning oxirgi qismi yo'lga chiqdi. 11 kun o'tgach, ingliz va fransuzlarni bo'layotgan jarayondan bexabar qoldirgan holda ruslar nomidan Ignatiev va xitoyliklar Pekin sulhini imzoladilar. Bu hali 30 ga to'lishga ulgurmagan yosh Ignatiev tomonidan yuksak mahorat bilan ijro etilgan Machiavellizm uslubidagi siyosiy o'yin bo'lib, rus diplomatiyasining ulkan g'alabasiga aylandi. Birinchidan, ruslar o'zlarining shusiz ham bag'oyat katta Shimoliy Osiyo imperiyasiga Fransiya hamda Germaniya maydoniga teng hududni rasman qo'shib oldi. Ikkinchidan, ular xitoyliklarni o'sha paytda Pekin boshqaruvi ostida bo'lgan Sharqiy Turkistonning Qashqar shahrida va Mo'g'uliston poytaxti Urgada o'z elchixonalarini ochishga ko'ndirishni uddaladilar. Bu safar ruslar britaniyalik raqiblarini dog'da qoldirdi. Chunki elchixonalar ochilishi rus savdogarlari va tovarlarining ushbu muhim yangi bozorlarga eksklyuziv kira olishini bildirar. Inglizlarda esa bunday imkoniyat yo'q edi. Shu sababli 22-noyabr kuni Ignatiev katta mamnuniyat bilan Pekinni tark etib, to'ppa-to'g'ri Sankt-Peterburgga jo'nab ketdi. 1815-yildan beri, deb yozgandi bir ingliz tarixchisi, Rossiya bunday foydali shartnoma tuzmagan va ehtimol ilgari shunchalik yosh rus diplomati bunday jasoratga qo'l urmagandi. 1860-yildagi muvaffaqiyatlar, ayniqsa inglizlarni chuv tushirib erishilgani sababli Qrim mag'lubiyati haqidagi achchiq xotiralarni ancha vaqtgacha yoddan chiqardi. Pekinni tark etganidan 6 hafta o'tib, Ignatiev Sankt-Peterburgga yetib keldi. U butun yo'lni Osiyo orqali bosib o'tdi. Lekin bu safar sayohat qishning o'rtasiga to'g'ri keldi. Uning bit va burga bosgan kir kiyimlari yechib olinib olovga tashlandi. Shundan keyin u rus podshosining qishki saroyiga hisobot berish uchun taklif qilindi. U yerda Ignatievning mamlakat oldidagi ulkan xizmatlari e'tirof etilib, behad mamnun bo'lgan Aleksandr tomonidan muqaddas Vladimir ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, unga vaqtinchalik berilgan general unvonini saqlab qolishga ruxsat berildi. Nihoyat mintaqa va u yerda yashaydigan xalqlar haqidagi dastlabki tajribasidan to'liq foydalanish maqsadida Ignatiev Tashqi ishlar vazirligining yaqinda tashkil etilgan Osiyo bo'limi boshlig'i etib tayinlandi. Ignatiev shu tarzda Sankt-Peterburg yoki Rossiya chegaralarida yuqori mavqega ega bo'lgan hamda soni kundan kunga ortib borayotgan urush tarafdorlari va anglofoblar safiga qo'shildi. Ularning orasida 34 yoshidayoq harbiy ishlar vaziri etib tayinlangan serg'ayrat graf Dmitriy Milyutin ham bor edi. Yana biri esa Sharqiy Sibirning qudratli general-gubernatori Nikolay Muravyov edi. Endilikda Ignatiev shohning doimiy mulki sifatida rasmiylashtirgan Tinch okeanining ulkan hududlarini aynan u qo'lga kiritgandi. Uchinchisi esa Britaniyaning Osiyoga siyosiy va tijoriy kirib borishini to'xtatishni ortga surib bo'lmaydigan vazifa deb biluvchi Kavkaz general-gubernatori shahzoda Aleksandr Baryatinskiy edi. 1859-yili u yangi strategiyalardan foydalanib, nihoyat Imom Shomilni bo'ysunishga majbur qildi va shu bilan Cherkasiyaning ba'zi qismlarini aytmaganda rus boshqaruviga nisbatan 40 yil davom etgan qonli qarshilikka nuqta qo'ydi. U Kavkazda Chor Rossiyasi qo'shinlarining Turkiya, Fors davlati va Hindiston yo'liga dahshatli ko'chki kabi bostirib borish mumkin bo'lgan qudratli bazani ko'rdi.
Imperiya qurish yo'lidagi bu yangi kayfiyat hukumatning yuqori doiradagi vakillari bilan cheklanib qolmadi. Yosh armiya zobitlarining aksariyati Osiyoga olg'a borish siyosatini qo'llab-quvvatlar va bu mamlakatlardagi Britaniya o'yini deb ishonilgan nimaiki bo'lsa, hammasini buzishga tayyor edilar. Haqiqatan ham Milyutin tubdan qayta tashkil etayotgan butun armiya uzoq sharqdagi muvaffaqiyatlaridan so'ng yangi g'alabalarga chanqoq edi. Bu yangi zafarlar Qrim mag'lubiyatini ularning xotirasini butkul o'chirib tashlashini aytib o'tirishga hojat yo'q. Buyuk Britaniya bilan to'qnashuv xavfiga kelsak, aksariyat harbiylar ertami kechmi yana urush boshlanishi baribir muqarrar ekaniga ishonishardi. Bundan tashqari, rus savdogarlari, fabrika egalari karvonlar qozoq, qirg'iz va turkman bosqinchilarining tajovuzidan himoya qilinishi, shuningdek, Xitoy hamda Markaziy Osiyo bozorlari tovarlari uchun ochilishini talab qilishardi. Nihoyat urush tarafdorlari safida kutilmaganda qudratli ittifoqchi Otto von Bismarck paydo bo'ldi. U o'sha paytda Prussiyaning Sankt-Peterburgdagi elchisi edi. Lekin tez orada o'z mamlakatining bosh vaziri va Germaniya imperiyasining me'moriga aylandi. Osiyoga ruslar qancha ko'p jalb qilinsa, ularning Yevropaga tahdidi shuncha kam bo'lishiga ishongan Otto von Bismarck ularni buyuk sivilizatsiya missiyasi deb nomlangan katta yurishga jalb eta boshladi. Ammo podshoni inglizlar kelmasidan janubga, Markaziy Osiyoga bostirib borishga undayotgan yaqin odamlari biroz sabr qilishiga to'g'ri keldi. Chunki Aleksandrning o'z yurtida hal qilinishi kerak bo'lgan muhim masalalari bor edi. Qrim urushi natijasida rus jamiyatida ko'rinib qolgan ko'plab kamchiliklar sabab u mamlakatni modernizatsiya qilishga qaratilgan qator yirik liberal islohotlarni boshladi. Bu islohotlarning eng ahamiyatlisi 1861-yilda 40 million krepostnoyning ozod etilishi va ularga yerlarning taqsimlanishi bo'ldi. Kutilganidek, ko'plab yer egalari bunga jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatdi. Bu orada Aleksandrga qarshi Polshada yana bir qo'zg'olon ko'tarildi va uni bostirish uchun 18 oy ketdi. Natijada shohning Yevropadagi mavqeiga putur yetdi. Uning atrofida Markaziy Osiyoga olg'a borish siyosatiga qarshi bo'lgan yuqori martabali amaldorlar ham bor bo'lib, ulardan biri moliya vaziri Mixail Reytern edi. U mamlakatda Qrim urushi tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy tanglik bartaraf etilmaguncha hech qanday moliyaviy yuklamalarni olmaslik haqida shohni qattiq ogohlantirdi. Olg'a borish siyosatiga qarshi chiqqanlarning yana biri 1856-yilda Nesselrodidan keyin tashqi ishlar vaziri bo'lgan knyaz Aleksandr Gorchakov edi. Unga Polshadagi qo'zg'olonning bostirilishini butun Yevropa oldida oqlashdek no'ng'ay vazifa yuklangandi. U Aleksandrning Hindiston chegaralari tomon yurish britaniyaliklar e'tiboridan chetda qolmasligini va bu borada mulohaza bilan tavakkal qilish kerakligini aytib ogohlantirdi. Ammo Ignatiev va uning ittifoqchilari kurashda yutib chiqishlari kerak edi. Nihoyat, boshqa muammolardan xalos bo'lgan Aleksandr Britaniyaliklarni dog'da qoldirib, Markaziy Osiyoga birinchi bo'lib bostirib kirish zarurati muhimligiga ishondi. Buyuk Britaniyada ruslarning olg'a borishiga bo'ladigan har qanday qarshilik harakati haqidagi hadiklar Ignatiev tomonidan yo'qqa chiqarildi. Uning ta'kidlashicha, Afg'oniston, Rossiya, Fors davlati va Xitoy bilan bo'lgan urushlar Britaniyaga juda qimmatga tushgan. Hindistondagi qonli qo'zg'olonni aytmasa ham bo'ladi. Natijada u passiv davrga o'tganini va bundan keyin ham hech qanday mojaroga bosh qo'shgisi yo'qligini bildiruvchi alomatlar yaqqol sezilib qolgandi. Amerikaning janubiy shtatlari shu paytgacha Rossiyaga asosan paxta xom ashyosini yetkazib turgandi va aynan keyingi paytlarda Amerikada sodir bo'lgan voqealar Rus shohining Osiyoni zabt etish borasida bir to'xtamga kelishiga turtki bo'ldi. Amerikadagi fuqarolar urushi natijasida ushbu muhim molning yetkazilishi to'xtagan va u butun Yevropaga salbiy ta'sirini o'tkazayotgan.
ammo ruslarning boshqalarga qaraganda ko'proq omadi chopmoqda edi. Bir muncha vaqtdan beri ularga Markaziy Osiyoning Qo'qon xonligi, ayniqsa unumdor Farg'ona vodiysi paxta yetishtirish uchun juda qulayligi va bu o'simlikni katta miqdorda yetishtirish imkoni borligi ma'lum edi. Aleksandr kimningdir u yerlarga qadami yetmay turib, Markaziy Osiyoning paxta dalalariga hech bo'lmaganda hosiliga ega chiqishga qat'iy qaror qildi. Dastlab xonliklar bilan ittifoq tuzish orqali alohida do'stona aloqalar hamda tijoriy hamkorlikni yo'lga qo'yishga umid qilindi. Chunki shu yo'l bilan qon to'kilishi, katta xarajatlar va Britaniyaning qarshiligini uyg'otadigan har qanday yoqimsiz xavfning oldi olinishi mumkin edi. Ammo Ignatiev o'zining Xiva va Buxoro borasidagi tajribalaridan kelib chiqib, bu shunchaki soddalik ekanini ta'kidladi. Uning aytishicha, Markaziy Osiyo hukmdorlari ishonchsiz va har qanday kelishuvga amal qilishga mutlaqo qodir emasdi. Bu hududlarni bosib olish ishonchli yo'l edi va bu inglizlarni u yerlardan uzoqda ushlab turishga xizmat qilardi. Graf Milyutinning qo'llab-quvvatlashi bilan uning g'oyasi ustun keldi. 1863-yilning oxiriga kelib muzokaralar orqali imperializmning qolgan barcha umidlari puchga chiqdi. Ruslar dastlab asta-sekin bo'lsa ham Markaziy Osiyoga yurishga tayyor edilar. Ularning dastlabki ishi 1864-yilning yozida Markaziy Osiyo va Rossiya o'rtasidagi salkam 805 kilometrlik oraliqni yopib, mavjud janubiy chegaralarini mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Ruslar Qo'qon xonining shimoliy yerlarida joylashgan bir nechta kichik shahar va qal'alarni hech qanday qiyinchiliksiz bosib oldi. Keyin yanada tajovuzkorlik bilan vohadagi Chimkent va Turkiston shaharlarini zabt etdi. Bundan xavotirga tushgan Qo'qon xoni inglizlardan harbiy yordam so'rab, darhol Hindistonga elchi yubordi. Xonning iltimosi muloyimlik bilan rad etildi. Zero ayni damda Britaniyaliklarning Markaziy Osiyoga bo'lgan siyosatiga mohirona harakatsizlik doktrinasi yetakchilik qilardi. Har qanday chegara faoliyatlari, masalan, shu paytgacha xaritaga kiritilmagan hududlarni belgilash va strategik yo'llar qurilishi Hindiston chegaralariga yaqin joylar bilan cheklangan. Inglizlar ruslarning ham qisman xuddi shunday yondashuvni ma'qul ko'rishidan umidvor edilar. Ammo Britaniyaliklarning Markaziy Osiyoga qiziqishi yo'qolganiga Sankt-Peterburgni ishontirish uchun bundan ko'proq vaqt kerak edi. Shubhasiz, Qo'qon xonining yordam so'rab qilgan iltimosi javobsiz qolganidan ruhlangan ruslar navbatdagi qadamga tayyorlanishdi. Markaziy Osiyoga bundan keyingi yurishlar jamoatchilikning, ayniqsa Britaniyaning shov-shuvli noroziligini keltirib chiqarishini oldindan ko'rgan Rossiya tashqi ishlar vaziri knyaz Gorchakov yevropaliklarning qo'rquv va shubhalarini tarqatadi degan umidda rasmiy tushuntirishni tayyorlashga kirishdi. U Britaniya, Fransiya, Gollandiya va hatto Amerikaning e'tirozi bildirishini qiyinlashtirish uchun atayin mohirona tuzilgandi. Hujjatda Rossiyaning Markaziy Osiyodagi mavqei ularning o'zi egallagan mustamlaka hududlaridagi mavqei bilan qiyoslangandi. 1864-yilning dekabr oyida Gorchakovning memorandumi shoh elchilari orqali Yevropaning yirik davlatlariga tarqatildi. Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ayni paytdagi holati deyilganda ushbu mashhur hujjatda har qanday sivilizatsiyalashgan davlatning qat'iy ijtimoiy tizimga ega bo'lmagan yarim yovvoyi ko'chmanchi xalq bilan to'qnash kelgandagi holatidan farq qilmaydi. Bunday holatlarda har doim yuz berganidek sivilizatsiyalashgan mamlakat o'z chegaralari xavfsizligi hamda tijoriy aloqalarga oid manfaatini ko'zlab, bu kabi bebosh va tartibsiz fe'l-atvorli, nomaqbul qo'shnilar ustidan muayyan ta'sir o'rnatishi zaruratga aylanadi. O'z navbatida ular yaqindagina tinchlik barqaror topgan o'z hududlarini qonun qoidalarni pisand qilmaydigan qabilalar bosqinidan himoya qilish ham lozimligi va hokazolar aytilgandi. Shunday qilib, Rossiya hukumati vahshiy zolimlar hukmronligidan aziyat chekayotgan xalqlarga sivilizatsiya olib kirish yoki
o'zining chegaralarida beboshlik va qon to'kilishiga yo'l qo'yib berishdek ikki tanlovdan birini tanlashi kerak bo'lardi. Bunga o'xshash vaziyatga tushgan har bir davlatning, deb yozgandi Garchakov, taqdiri aynan shunday bo'lgan. Britaniya va boshqa mustamlakachi mamlakatlarning olg'a borishiga ularning ambitsiyalaridan ham ko'ra o'z ta'sirini o'tkazish zarurati majbur qilgan. Uning xulosa qilishicha, eng katta qiyinchilik qayerda to'xtashga qaror qilishda. Shunday bo'lsa-da, Rossiya o'z sarhadlarini Qo'qon chegarasi bilan birlashtirgach, yana oldinga siljish niyatida emas. Biz, deb ishontirdi u boshqa davlatlarni, to'xtashimiz kerak bo'lgan nuqtani geografik aniqlik bilan belgilab beradigan ancha mustahkam, barqarorroq va yaxshiroq tashkil qilingan davlat oldida turibmiz. Bu gaplarga uning o'zi ishonganmi yoki xonliklarni bo'ysundirishga ishtiyoqmand hukumati foydasiga vaqtni cho'zish uchun hiyla qilganmi? Bu savol haligacha olimlarni o'ylantiradi. O'sha davrning sovet tarixchisi Xalfin buni inglizlardan asosiy maqsadni yashirish uchun chalg'itadigan harakat deb hisoblaydi. Garchakov va'da qilganidek, ruslarning yurishi shu bilan to'xtamadi. Bir necha oydan so'ng ular yana janubga qarab yo'l oldilar. Ruslarning Markaziy Osiyoga katta bosqini boshlanish arafasida edi.